O'zbekistonning 3 eng qimmat mehmonxonalari. Birinchisi Hilton Tashkent City. 5 yulduzli mehmonxona hisoblanadi. Biznes va dam olish uchun eng qulay mehmonxona, zamonaviy xonalar va servis. Toshkentning qoq markazida joylashgan standart xonalari narxi $260 dan boshlanadi. Ikkinchisi Hyatt Regency Tashkent. 5 yulduzli mehmonxona, jahon standartidagi xona va servis. O'rtacha xonalar narxi $170 dan boshlanadi. Uchinchisi Hilton Inn Samarqand. Samarqandda joylashgan mehmonxona safar va turistlar uchun eng qulay mehmonxona hisoblanadi. O'rtacha standart xonalar narxi $100 dan boshlanadi. Siz uchun O'zbekistondagi eng top mehmonxona qaysi biri? Izohlarda qoldiring. Siz qaysi narxda turishni xohlar edingiz? Izohlarda qoldiring. Toshkentgami? Ha, Toshkentga. Mashina olganib ketyapmiz. Mana ekipajga doldirimiz bor. To'xtar chinni. Nega pulni ko'rsatasan? Shular qayerga? Jo'ram